Assalomu alaykum akalar, opalar, hurmatli klientlar, sizlar uchun katta aksiya tayyorlab qo'ydik. Mana shu do'konlarimizni ko'rishingiz mumkin. Bilganlar biladi, sezonni boshida 160 ming so'mdan sotganmiz hammasini. Hozir o'sha joy bo'shatish kerak. Bahorgi tovarlarimiz kelyapti. Ularning hammasini kilosini atiga 100 ming so'mdan qilib qo'ydik. Hurmatli klientlar, bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Faqat eng kami 10 kilo sotamiz. Hozir bittasini sizlarga taroziga qo'yib ko'rsataman. Hurmatli klientlar, bittasini taroziga qo'yib ko'rsataman. Donasi atiga 36 ming so'mdan aylanyapti do'konimiz. Bu narsa zararga ketyapti desa ham bo'ladi, hurmatli klientlar. O'shanga mazza qilib, skidkadan foydalanib olinglar. Yengilganda o'zingizlar uchun magazininglarda sizlar ham bizdan olib arzon sotishingiz mumkin. Mana akalar, opalar, buni kashsasi gap bo'lishi mumkin emas. Ichi nachos bo'ladi. Tikilishlari ham ajoyib. Hech qanaqa ikkinchi sort brak tovar emas. Brak bo'lsa qaytarib olamiz. Mana tepasini ham ko'rishingiz mumkin. Ichi nachos bo'ladi. Mana toshchalari ham alohida va zo'r. Tashkiliy qilib tikilgan hammasi. Shoshilib qolinglar. Faqat shu tovaringlar 100 mingdan bitsalar, mana bunaqa tovarlarimiz ham 100 ming bo'lib ketdi. Ko'nechamiz uy ichiga kiysa bo'ladi. Yumshoqqina materiallari, hech qanaqa brak, ikkinchi sort dog'-pog'lar yo'q. Hammasi joyda. Kilosi 100 mingdan, donasi atiga 25 ming so'mdan aylanyapti. Bunga ham shoshilib qolasizlar. Shu aksiyamizda savdoni endi boshlayotgan akajon opajonlarimizga juda ham qo'l keladi. O'shanga sizlar shoshilib qolishingizni so'rab qolaman. Aksiyamiz atiga 3 kun davom etadi. Bugun 22-dekabr, 25-dekabr kuni aksiyamiz tugaydi. Shoshilib qolinglar. Lokatsiyani so'raydigan akajon opajonlarim diqqatiga pastda nomer qoldiraman. Yozib yuborsanglar Telegramdan lokatsiyani tashlab beramiz. Yo'qmasam profilga o'tib, shundoq Telegram kanalimizga o'tib olsanglar, o'sha yerga har kuni lokatsiya tashlab qo'yiladi. O'shanga kuzatib borishlarini so'rab qolasiz. Podpiska bosib qo'yinglar.